demokratik respublikalarda bitta jurnalist chiqib olib, ayollarga mana zapret qilishimiz kerak, anani zapret qilishimiz kerak degan narsaga gapirishga haqqi yo'q. Demokratik respublikada odamlar xohlaganicha yashaydi. Bizda unaqangi siz o'zingiz anaqalaringizni olib kirmang bu yerga. Afg'onistonning politikasini, Iron-Pironlarning politikasini bizga olib kirmang. Biz O'zbekistonmiz. Adashtirib qo'ymang mustaqil respublikani boshqa davlatlar bilan. O'shaning uchun siz oldin ayollarni tarbiya qilish kerak deb gapirishdan oldin odam har doim o'zidan boshlaydi-ku. Erkaklarga qanaqa erkak bo'lishi oldin o'zingizni tariqangizda ko'rsatib bering. Biqirib, semirib internetda ayollarning g'iybatini qilib o'tirmasdan. Boring zalga chiqing, bunda osal erkakni qiyofasiga kirib oling oldin, semirib mana bu yerda istoriya yozib o'tiribsiz ayollarga qarshi. Jurnalistsiz yana. Yana mustaqil respublikada zapret qo'yish kerak degan narsani propaganda qilyapsiz. Bitta jurnalist akani ko'rib qoldim. Bilmayman ular o'zidan kimni yasab olgan. Eng to'g'ri gaplarni gapiradigan, o'zini xudo deb biladigan odamlar shunaqa gapiradi. Hammaga aql o'rgatib o'tiradi, qanaqa yashashni. Misol uchun, bolangni mana bunaqa tarbiya qil. Faqat ayollarga qaratilgan anaqasi ekan, yana meni oyim